Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz Excel'da smart jadvallar bilan ishlash haqida. Smart jadvallar nimaga kerak? Smart jadvallarda qanday ishlaymiz? Shularni ko'rib chiqamiz. Masalan, nima haqida smart jadvallarni qaysidir mavzuda ishlaydigan bo'lsak, masalan, telefon sotadigan do'kon deylik. O'sha telefon sotadigan do'kon jadvalini smart jadvalga o'tkazib, smart jadval bilan qanday ishlaymiz, shularni ko'rib chiqamiz. Masalan, telefon modeli, keyin u nimani telefonni olish uchun sotib oluvchining karta raqami bormi yo'qmi, o'shani bilishimiz kerak. Keyin uni limiti bormi yo'qmi, uni bilish kerak. Yana telefon raqami, yana nimasi? Telefon raqami bor, karta raqam, telefon model, limit, qarzdorlik. Keyin javob qo'yaylik. Javobga nima yozamiz hozir ko'rsaman. Yana javob, qarzdorlik, telefon raqami, limit, karta, model, operator, keyin ismi oluvchining oldinroq bo'lishi kerak edi. Telefon model, ismini nima deb qo'yamiz? Ismi, karta, telefon raqam, limit, berdi. Javobi bo'ldi menimcha. Hop. Ismiga taxminan kiritamiz. Uni ko'rsataman, faqat men ismiga taxminiy ismini kiritaman.
ko'proq jadval qilish uchun yo'lga tashlayman. Mayli. Ismi yozildi. Endi kartasi bor yo'qligi. Bu ham tursin. Telefon raqam. Tavakkal kiritamiz buni ham. Bundoq qilamiz. Hammasiga amal qiladigan qilamiz. Bularni ham ko'proq qilaman. Qarzdorlik ham limit. Limit ham tursin, operatsiya ham tursin. Bo'ldi. Shu ma'lumotlar bor. Shularni endi smart jadvalga qanday o'tkazamiz mana. Smart jadvalga shundoq kerakli joyni belgilaymiz. Format tablisini bosamiz. Bu yerda mana xohlaganini tanlaymiz. Mana shuni tanladik. Okey, mana smart jadvalga o'tdi. Ya'ni qanday bu? Mana smart jadvalni mana shu streka bor. O'shani masalan bizga kerakmaydiganlar bo'lsa, o'shalarni tanlab turib o'chirsak, mana keraklilar qoladi. Yokida buni hammasini yopamiz. Masalan, telefon raqami bo'yicha mana bu telefon, mana bu kod bilan boshlanadigan va bu kod bilan boshlanadigan telefon kerak emas. Mana ularni ham o'chirdik. Qaytarib qo'ysak.
Smart jadval yana bitta qulaylik tarafi, masalan, bu ustalarni belgilanadigan qilsak bo'ladi. Qanday? Masalan, telefon modeli. Telefon modeliga yozamiz iPhone, Samsung, Redmi, Poco, Honor, Infinix yana qoldi. Poco, Honor, Infinix qancha bo'ldi? Keyin kartaga bor, yo'q, tanishamniki, uydagilarniki, qarzdorlik, MIBdan bor, kreditdan bor, qarzdorlik bilan yo'q bo'lsin, limitiga, Zoomdan bor, yana qaysidan bor, TBCdan bor, Alifdan bor, yana Hamchor, Anor Bankdan ham bor deylik. Xo'p, operatorlarga yozamiz. Masalan, qaysi operatorlar gaplash usullari bilan o'shani belgilash uchun shunaqa operatorga yozdik. Endi javobiga masalan, telefon ko'tarmadi, band, shunchaki qiziqishga so'radi. Qayta qilish, yana Telegramdan bog'landi deydigan bo'lsak, yana nima yozsak bo'ladi? Zanit,
boshqa operator bog'langan. Yozib oldik. Endi qanday qilamiz? Qaysi satrni belgilagan qilmoqchi bo'lsak, shu yachagiga bosib turamiz va bu yoqda данный bo'limida проверка данных degani bor. Agar bu yozib bo'lmaydigan bo'lsa, mana galochka bilan bloklab qo'yadigan, ya'ni запрет belgisi belgilangan belgi bor yoki проверка данных degan yozuv bo'lishi mumkin. O'shani bosamiz. Keyin menyu ochiladi. O'sha menyudan любое значение turgan bo'ladi. O'shani spiskka o'tkazamiz va источникni tanlab turamizda, источник tanlab turib, telefon modeliga qaysi ustunni belgilamoqchimiz, o'shani belgilab qo'yamiz. Mana bu yerga o'shaning formulasini o'zi belgilab oldi. Shu joy bo'yicha belgilaydi. Okeyni bosamiz. Endi boshqa usullarni ham belgilangan qilishga shoshilmasdan oldin buni mana bu to'rtburchakchani ushlab turib, nechta ustun bo'lsa, shu hamma ustunni olib borib turib qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana endi hamma ustun belgilanadigan bo'ldi. Mana hammasida chiqadi. Hammasida chiqadi. Endi kartani belgilanadigan qilmoqchimiz. Yana shu o'sha belgini tanlaymiz. Spiskka o'tkazamizda, tanlab turib karta bo'yicha belgilaymiz. Okeyni bosamiz. Buni ham hammasiga tanlanadigan qilamiz. Mana bunda ham mana hammasida chiqadigan bo'ldi. Mana endi qarzdorlikni belgiladik. O'sha belgini bosamiz. Spiskka o'tkazamiz. Buni tanlab turib qarzdorlikka mana shu 3tasini kiritib qo'yamiz. Mana buni ham hammasiga tanlanadigan qilamiz. Mana hammasida chiqadi. Mana endi limit bo'yicha tanlaymizda, buni ham bundoq qilib hammasiga qo'yamiz. Mana hammasida chiqadi. Endi operator qilamizda, buni ham formulasini berib qo'yamiz. Hammasi chiqadi. Mana endi hammasi chiqadigan bo'ldi. Endi javobiga spisk qildik, istishni tanladik. Javobiga mana ularni belgilab formulasini berib qo'ydik. Hammasiga tanladik. Va mana endi hammasida shu biz kiritib qo'yganlar chiqadigan bo'ldi. Buni qulaylik tarafi nima deydigan bo'lsak, uni yozib o'tirmasdan shundoq tanlab qo'ysa bo'ldi. Masalan, mana uzunroq yoziladigan so'zlarni shundoqqina to'g'rilab qo'yamiz. Yozib o'tirmasdan shundoq belgilab tayyor yozib qo'yish mumkin. Mana
Osonligi shunda. To'g'rilab qo'yamiz. Osongina yozib qo'yish uchun qulay. Masalan, operatorlar bitta operator 4 tadan oladigan bo'lsa, 4 tadan bo'lishib oladigan bo'lsa, bunda masalan har biriga ismini yozib o'tirmasdan shundoqqina kiradi, o'zini ismini tanlaydi. Shundoqqina qilib 4 tasini tanlab oladi. Mana 4 tasi tayyor. 4 tasi bunga yozildi. U har bittasiga o'zi yozib chiqib o'tirmaydi. Shundoqqina osongina qilib darrov ishlab qo'yadi. Masalan, bu yo'lga boshqa bittasi yozadigan bo'lsa, u 4 ta emas, 6 ta olmoqchi. 4 ta, 6 ta mana. 6 tasi bunga o'tdi. Boshqalarga mana hali qo'yilmagan. Keyingisi 4 ta oladi, o'zining ismini qo'yib belgilab ketadi. Mana bu kelayotgan operator bular bilan emas, bunda ham olgani uchun bundan keyingisidan tanlab olib ketaveradi. Shunaqa qilib ishlash mumkin. Xo'p, endi limitda ham yozib o'tirmasdan, masalan, bir nechtasiga bir xil ilovalardan limit bergan bo'lsa, o'shani shunday qilib ko'chiradi, qo'yib qo'yadi yoki yozib o'tirmasdan osongina tanlab qo'yadi, bo'ldi. Qarzdorlik ham mana yozib o'tirmay shundoqqina tanlab qo'yadi. Kartada unda ham shu yozib qiynalmaslik uchun osongina tanlab qo'yadi, bo'ldi. Telefon modelida ham shu yozib o'tirmasdan osongina tanlab ishimizni yengillashtirib qo'yish uchun shunaqa qilib tuzsak bo'ladi. Smart jadvalning qulayligi shunda. Bu ma'lumotlarni qayerdandir olish kerak. O'shaning uchun uni oldin jadvalimizdan tashqarida yozib oldik. Tashqarida yozib olganimiz bo'yicha keyin unga shu tanlanadigan yachakamizga qo'yib turib, o'shani biz kiritgan ma'lumotlarni formulasini berib qo'ydik va o'sha formula bo'yicha keyin o'zi tanlanadigan holatga kelib qoladi. Smart jadvalni tanlanadigan qilish uchun albatta qayerdadir ma'lumot olib kelish kerak o'ziga. O'shaning uchun uni jadvaldan tashqarida qayerdadir bitta joyda o'sha ma'lumotlarni kiritib qo'ygan bo'lishimiz kerak. U o'sha ma'lumotlardan olib keladi bu yerga. Mana bugungi darsimiz shu edi. Smart jadvallar bilan ishlash, uning qulayliklari shular haqida edi. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Hali bundan qiziqli darslarimiz chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.